Anas radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kimga dunyoni butun borlig'i berilsa, so'ngra unga alhamdulillah deb Allohga shukr qiladigan bo'lsa, aytgan ana shu shukronasi alhamdulillah unga berilgan dunyoning hammasidan ko'ra afzalroqdir degan ekanlar. Chunki azizlar, dunyoni hammasiga ega bo'lsagan, u bir kuni tugaydi. Bir kuni biz undan ayrilamiz. Vafot etganimizda hammasi qoladi. Dunyoni hammasi egasi bo'lganmiz. Lekin aytgan ana shu alhamdulillah azizlar bizga abadiy bizga hamroh bo'ladi. Aytgan ana shu alhamdulillahimizning fazli, barakasi, savobi, ajri bizlarga qabrimizda ham hamroh bo'ladi, qiyomat kunimizda ham hamroh bo'ladi va unga beriladigan ajr savoblar bizga jannatda abadiy bizga hamroh bo'ladi. Shuning uchun insonga berilingan ana shu shukrona alhamdulillah deyishligi butun dunyoni qo'lga kiritganidan ko'ra afzalroqdir deb aytib o'tgan ekanlar. Shuning uchun azizlar, Robbimizni siz bilan bizlarga berayotgan bu ne'matlari uchun, bu marhamati, mehribonchiliklari uchun, tinchlikda, omonlikda, sog'lik, salomatlikda, mana bunday ulug' oylarda, mana bu ulug' kunlarda, mana bunday ulug' o'zini baytlarida barcha yaxshiliklari bilan, ne'matlari bilan tinchlik, omonlik, sog'lik, salomatlik, serobchilikda shu kunlarga yetkazib turgan azizlar Robbimizga ko'p shukrlar aytaylik. Zero aytilingan bir alhamdulillah butun dunyoni yaxshiligidan afzal ekan.